Xo'p, do'stlar, men yutqizib qo'ydim. Do'stlar. Bilmadim nimaga, lekin o'g'ri baland etdi. 107 edi. O'shancha yutqizib qo'ydim. Men qara. O'shancha yutqizib qo'ydim. Xo'p. Esa nima o'ynaymiz deganlar uchun biz attack o'ynab ko'ramiz. Men omadim kelmagan biz attackda. Ko'p omadim kelmagan. Hamma odam omadimni ishlatib qo'yganman. Xo'p, ketayda shu umidli video bo'lsa kerak. Umidli video qilishga harakat qilaman. Hozir buni menimcha buniki balandroq, lekin hozir ko'rmadim-da. Hozir ko'raylikchi. Ha, baland ekan, ya'ni baland. Ikkita baland. O'vra. Menimcha eplaymiz. Maykom bor ekan, menda ham bor. Va ishlab qoldi. O'zi 1-0 qilib qo'yibdi o'zi. Menimcha yutib olmasam kerak. Hozir mag'lubiyat ko'rasizlar. Chunki omadim kelyapti. O'g'ri bilan baland. O'shanga bo'lsa kerak. O'shanga men yutqizyapman. Hop, ana gol. Giulidan. Nomi shunaqa yana, ana o'yinlar. Shunaqa ekan. Nomi shunaqa. Giuli. Ishonmasanglar ko'ringlar. Oxirida ko'rsataman. Ha, yaxshi. Ular yaxshi o'ynashyapti. Ular 106 over palarga emas-ku. Yaxshi Sanchez. Mana Giuli deb qo'yibdi do'stlar. Giuli. Hozir ko'ramiz. Gol. Offside. Ketdi Giuli. Menda Antony ham bor. Agar bilmasanglar, men omadli bo'laman-da. Men Antony 106 overi, yana ana deb o'ylamanglar. Overi 80 shunaqali, 90. Unaqa emas, menda kuchli Antony. Yaxshi yutdik. Turuch ketdik. Mana Giuli ko'rdinglar. Menda Antony bor, mana Antony. Antony bitta gol urolmadi, lekin bitta ham gol. Yaxshi. Token oldik. Rodi, mana anasini ko'rishlar mumkin. Natijalarni. Levelim 18. Endi bot demanglar. Uncha bot emasman o'ylashim bo'yicha. Fasini boshlaganimga 5 oy bo'lib qoldi-yu. Yo'q, 5 oy emas, uncha ko'p emas. 3 oy yoki 2 oy bo'lib qoldi-yu. O'rim 104 bo'ldi. Keyin sizlarga aytsam, men Fiza Mobile o'ynayman, ya'ni Minecraft, Fiza Mobile va Roblox o'yinlarini ko'p o'ynayman-da. Boshqa o'yinlar ham o'ynamoqchi edim o'z kanalga. Masalan, counter video qo'ymoqchi edim. Endi Fiza Mobile bor ekan, shuning uchun olib qo'yar edim. Counter ham menimcha hozir zapis qo'ysam kerak. Kunga Sanchez qarayga gol chasam. Aytdim-ku gol bo'ladi deb. Prosta hammasi kuchli-da, bularni Antonydan gol. Antony yaxshi Antony. Antonyni ovri 106 edi. Pakdan tushdi, juda ham omadli bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Boshlanishga men xursand bo'lmadim, chunki Antonyni qanchalik o'ynashimni bilmasdim. Keyin bunday qarasam, yaxshi o'ynab ketyapti. Keyin hamma zo'r ko'plar Antonyni tushira olmabdi. O'shandan keyin Antonyni asosiy tarkibga qo'yib qo'ydim. Yutqizamiz do'stlar. Yutqizish bor. Yutqizdik. Yaxshi gol. Lekin 3 oldi. Yutqizdik. Sanchez yetolmadi. Ket. Uzr, shunaqa muska. Yaxshi paslar berib qo'ydi. Lekin afsuski yutqizdik. To'g'ri yetdi turga. Yaxshi o'ynar ekan. Bilmadim.
Yaxshi. Do'stlar, agar videoda uzilishlar bo'lsa, uzrasizlar. Bo'ldi. 5 minutlik video bo'libdi. 35 ta gol urganman. Hop, bu yerdan chiqamiz. Pak ochmoqchiman, lekin yana 100 ta yetmayapti. Bunaqa to'kindan. Tepaga qarasalaring, anani oldida turibdi-ku. FS to'kinning oldida turibdi-ku. O'shanaqadan 2400 ta bor, yana 100 ta kerak. 2500 ta bo'lsa zo'r pakdan ochardik. Hamma narsani oldim. Laykiga bir kirib chiqay. Keyin o'zinglar nima ketyapti? O'shani ham yozib qoldiringlar. Nima qilyapsizlar? Yuribsizlarmi? Maktabim yaqinda tugaydi ham. Yoz keladi. Keyin shu bilan yozda 3 oy ta'tilda mazax beraverasizlar. Bu nima bo'lyapti? Chaqiryaptimi kimdir? Naqa bo'lmasdi-da. Hech kim chaqirayotgani yo'q. Kimdir chaqirsa shunaqa fisi anons aylanardi. Mana shu Beckenbauer'ni olganman. Buni hamma oldi menimcha. Men bilmam. Mana shunaqa o'yinchilarim bor, sotib olishim kerak. Men uchun kerak emas bu. Umuman boshqa kerak emas. Hammasini sotaman. Bular 97, hammasi 97. Boshqa kerak emas, umuman kerak emas. 120 million pul bor, yaxshi. Hozir har xil doshlar chiqsa uzrasizlar, chunki hali joyda video olyapman. Extra time'da bir nimalar bo'lsa, qo'yamiz. Hop, hozir yana playdan bitta o'ynab olamiz. Ya'ni 10 ranked o'ynab olamiz sattekda. Mana akalar, biz videoni boshlab oldik. Yaxshi. Ay, offside. Yaxshi. Lekin yaxshi. Yaxshi. Ket Antony. Do'stlar, sizlarga katta rahmat, shu vaqtgacha ko'rdinglar va videomiz shulardan iborat edi va biz FS Mobile o'ynadik. O'ylaymanki yaxshi chiqdi. Do'stlar, bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shularga omad.